أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz su ahkamlarda to'xtagan. قال المصنف رحمه الله تعالى: والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. Yaqadım işlip bo'lgan suv taharetsizlikni pokizlamaydi dedi. Yani qayta taharet erishga yaramaydi demoqchi. Hamda al-ma'ul mustamal deganimiz qanday suv desa, va huwa ma uzila bihi hadathun. Bir qatim taharetsizlikni tozalagan suv. Taharetsizlik mishada bu bir najosatni tozalash emas. Namoz o'qiyoladigan holatda emas kishi taharet olgan bo'lg'achqa shu taharetsizlikni yo'qotgan suv deydi. Yoki ustu'mila fil badani ala vajhil qurba. Ibodat niyati bilan badanga ishlatgan suv ma'al mustamal bo'ldi. Al qurba ya'ni savobni ko'zlab Alloh taologa yaqin bo'lay degan maqsadda demak. Kal wudu'i ala wudu. Masalan, taharatning ustiga taharat. Asli taharati bor. Badanda ya najosat ya bir maynachilik yo'q. Taharatning ustiga taharat ilish bu fazilatli ish bo'lg'achqa shuni ishlatgan suvlab qolsa bu ishlatilgan suv bo'ldi. Biniyatil ibada, ibodat niyati bilan. Ibodat niyatida emas. Masalan, yuzni yuvibdi, qo'lni yuvibdi. Yuzi qo'li pokiz bo'libdi, yuzi qo'lni chaqgan bo'lsa, bu mustamal bo'lmaydi demakchi. Bu bir qarash. İbadet niyetida taharetsizlikni yo'qotgan bo'lsa yoki taharatning ustiga taharat olgan bo'lsa, garchi taharetsizlikni yo'qotmagan bo'lsa-mu, bu ishlatilgan suvdir. Agar unda taharetsizlikni yo'qotgan ahvol bo'lmasa, masalan, yuzimni yuvay yoki salqinday deb ishlatgan suv bo'lsa, bu ishlatilgan suv bo'lmay yana pokiz hisobida bo'ldi demakchi. Yani o adamın asıl tahareti bağlı, benim üstüge tahareti özüde şef olup kalan olsa... Yok, taharetin üstüge taharet ediş faziletli iş. Her namazga taharet ediş özü faziletli iş olğaçqa tahareti bolsa-mu, üstüge yanılab taharet aldıgan, savobli işni qılaydigan bolsa, bu ikinci taharet hazır taharetsizlikni yo'qotmadi. Asl tahareti bor. Lekin bir savobli ishni qilay deb niyat qilgan bo'lg'achqa, bu bir qatim bir ishga ishlatib bo'lgan hisobda. Lekin salqinlash uchun yoki yuzni chayqash uchun ishlatgan bo'lsa, bu ibodat niyati bo'lmag'achqa ishlatilgan suv hukmida bo'lmaydi dedi. Yani mushmasilda mana mazhabdagi ulamolarning qarashlari o'xshamas kerak. Lekin mishada hisob bo'lgan qarash shu bayon qilgan shu. Wa yasiru musta'malan idha infasala 'anil udu. Endi qachon shu suv ishlatilib bo'lgan bo'ladi? Qachondan tartib ishlatib bo'lgan deymiz bo'lsa desa, shu badanga tegdi bo'lsa. Tegib badanni chayqida, badandan shunda ajrab chiqsa, ishlatilganning hukmida bo'ldi. Lekin badanning o'zi turgan ahvolda ishlatilgan emas. Masalan, qo'liga suv ilig'liq holatda bu suv ishlatilib bo'lgan suv hisobida emas. Qo'lidan tushib ketsa, uniki ishlatib bo'lgan hisobda. وروى النسفي أنه لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان. أنا في مذهب ikinci qarash. İmam Nesefi, Nesef degan shaharga mansub qilingan ulamolar ko'p. Mesela şu Hanefi mazhabida mu'tamad 4 kitobning birisi Kanzud Daqoiqning muallifi Nesefi. Bu ko'p shu Kanzud Daqoiqni yozgan, tafsirni yozgan Nesefini ko'z tutish kerak. İmam Nesefi rivoyat qildi, su bir joyga tushsa undan ishlatilgan bo'ldi. Lekin tushish orliqida, masalan, badandan ajrida bir joyga tushish orliqida bo'lgan bo'lsa, bu ishlatilgan suv hisob bo'lmaydi. Bir joyga tushib bo'lsa, uningki ishlatib bo'lgan bo'ldi. Bunun farqi shu orliqda, badandan ajrab shu joyga tushish orliqida birisining qo'liga tekkan bo'lsa, yoki ikkinchi shaxs uning tartag'an bo'lsa, pokiz demakchi. Shuni tasavvur qilib baxsak mümkünçilik bo'lsa. Bu ikinci qarash İmam Tahavi va shu Mavaraun Nahr ulamolari tanlagan qarash shu. Bir joyga tushib bo'lsa, undan ishlatilgan bo'ldi deb. Mavami kengroq qarash.
Vel evvelul muhtar. Lekin yani bir mazhabda biz fatva uchun tanlaydiganimiz shu badandan ajralgan chaqdan mustamal bo'lib bo'ldi degan qarash shu. Nima uchun shuni tanladi? Ehtiyotchanlikqa yaqin shu. Ma ikkinchisi texmo kengroq azodi yo'l tutgan qarash. Ve qala Muhammedun la yasiru musta'malan illa bi iqamatil qurbati la g'ayr. İmam Muhammed'nin qarashi ibodat niyati bo'lib qolsa, ibodatni qilmoqchi bo'lib ishlatgan bo'lsa, undan ishlatilgan suv bo'ladi. Boshqa maqsad qilsa ishlatilgan suv bo'lmaydi. Ve innama yaqa'u qurbatan bin niyya. Endi qachon endi ibodat bo'lsa, niyat bilan ibodat bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu bin niyyat degan. Ve tazharu samaratuhu. Samaratu degan endi mush xil qarash hozir bir-biridan farqli bo'lg'achqa xil qarash bo'lib qolganining mevasini adin kelib chiqadi. Farqi nima desa, fil junubil munghamisi fil bir li talabat dalwi. Junub bir kishi quduqqa tushib ketgan chilakni elish uchun quduqning ichiga tushibdi. Suvning ichiga tushdi. Munghamis degan ismi cho'kdi bu. Cho'kib tushgan bo'lsa, fa'indahu, ya'ni inda Muhammadin demakchi. Huma tahiran. Huma degandagi damir junub kishi bilan suvga qaytadi. Shu junub kishimi pokizlangan bo'ladi, suvmi pokiz deydi. Nima uchun? Li'anna niyata indahu shartun fi sayruratil ma'i musta'mala. Chunki Imom Muhammad suvning ishlatilgan bo'lish uchun shu kishida ibodat niyati bo'lish kerak edi. Yani o kishi hozir yuyinishni maqsad qilib tushmagan ekan, ibodat maqsadida tushmagan ekan, u suv ishlatilgan suvga aylanmadi. Va laysat bi shartin fi izalatil janaba. Yani nima uchun o kishini biz pokizda qilsa? Chunki junublikni yo'qotishda niyat shart emas, ibodat niyati shart emas. Suvga cho'ksalam, albatta bundan og'iz burnini chayqash bo'lish kerak. Bo'lmasa, yani bir mazhab, yani g'usli tamom bo'ldi demaydi. Yani bu g'usl qilishda ibodatni shart qilmagan ekan, bu kishi gerçi yuyinishni maqsad qilmagan bo'lsa, janobatdan qutulgan bo'ldi. Chunki suvga to'liq cho'kdi bu odam. Yani suvninki ishlatilgan bo'lmasligi ibodat niyati bo'lmagan ekan, ishlatilgan suvga aylanmadi deydi. Bu Imom Muhammadning qarashi. Va inda Abi Yusuf ar-rajulu bihalihi. Imom Abu Yusuf tapdi, bu kishi yani junub holatda, paklangani yo'q. Li adami sabb. Chunki buning beshig'i suv quydigan unda ish bo'lmadi. Imom Abu Yusufning nazarida suv quyishni shart qilgan. Suv quyish degandek bu cho'kib ketdi suvga. Yani badanga suv quyish ishi yo'q deydi. Wal ma'u bihalihi. Suvmo shu burun qaltida pokiz. Navonki ma'azir shu kishimi yani junub holat qoladi. Suvmo pokiz altida qoldi demakchi. Li adami izalatil hadath. Chunki bu akishining junubligini tozalamagan suv bo'ldi. Undan ekan bir qatim ishlatildi deyilmaydi. Undan ekan pokiz altida qoldi deydi. Va inda Abi Hanifata rahimahulloh huma najisan. İmam Abu Hanife adamın junub holatda tozlanmagan holatda suvmi junubning suvga cho'kishi bilan mayna to'lib ketgan, ishkalasi mayna to'lib ketgan holatda. Al-ma'u li izalatihi al-janabata anil ba'd. Hamda u kishining junubligini yo'qtamadi, lekin yerim badani suvga chilashgan ekan, yerim badanidan janobatni yo'qotgandek bir ahvol bo'ldi. والرجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء. O adam nima uchun tozlanmagan bo'lsa, chunki boshqa a'zolarda janobat qolganlikdir. Yerim badani suv chilashgandan keyin yerim badanni junublikdan tozalagandek bo'ldi. Ana butun chilashgan chaqda bu yerim badanni tozalagan mayna suvga chilashgan bo'lib, u odamga yana mayna to'g'an bo'ldi. Yani bir vaziyatda shu masalani quduq masalasi deb ataydi. To'la kitobda shunday misol berdim. Lekin yer cho'kkan mumkin boshdan bir qism chiqadi, yana qism chiqadi, shunday tushunarmi? Bunda tasavvur qilamiz. Bilan u suv mayna to'pildi. Yerimi shunda cho'kash bilan yerimini pokizlab turishiga bu pokizlan suv mayna to'ldi. Yani butun badan cho'kkan ekan, bu mayna suvning ichigan ekan, ya'ni u odam mayna suv mayna demakchi. Mesela İmam Abu Hanife'nin karşıdan mesela quduqqa yurakni ishga chiqqan bo'lsa,
Kuduğumuz yiyor, necis buldu. He. Demek şundan. He. Bir daha kanaşız gelip kuduğumuz dinlendi. Kuduqning suyini tozalaymiz. Kuduqning suyini tozalash endi chiqdi. Bu ayrim bir bab. Bu shu masalani har qanday Hanafi mazhabining fiqh kitoblarida bir qatim bayon qilib o'tilgan mashhur masala, quduq masalasi deb. Yoki bular va mas'alatul bir jahat deb qo'ydi. Jahat degani jim degan harf İmam Abu Hanifa'nın ishkilisini necis degan. Necis degan so'zniki jim harfi. Ha harfi bi halihi degan so'z. Ta harfi tahiran degan so'z. Üç şeylerin karşılığında işaret kılıyordu. Vakile yani bir aciz karışta yethuru minel cenabeti thumme yeteneccesu bi necasetil ma'il musta'mal. Yani bir karışta azırak farklılık yaptan. Cenabetten pakizlandı. Yani toluk çökep boğandiken cenabetten pakiz oldu. Lekin bir müddet tuğandiken suda bedeninden çıkıp ketmez suyun içinde tuğandiken Cenab-ı pakizlagan su meynat oldu. Meynat olgandan bütün bedeni meynat su tekken buldu. Hatta yecuzahu qiraatul Qur'an ve nahvuhu. Ondan bu cenabetden kurtuldu. Lekin bedeni meynat suyla meynat olup ketken buldu. Ondan bu cenabet yok bedende. Lekin bedeniga meynat su tekken bo'lg'achqa bu hazır cenabet yok lekin Kur'an okusu bulduğun halatda. Tarihler erişmek. Yunish kerak emas. Kichik tahorat bo'lsa, badandagi maynat suvni chaqlasi bo'libdi demak. Junub bo'lmagan odamga masalan, ustidan bir chilak maynat suv to'kilib ketsa, uni junub qilib olmaymiz. Badaniga maynat suv to'kilib ketib qoldi. Uni badanini chaqlasa, junub binosi bo'lmagan ekan, tazlanibdi. Lekin bu odam uni qanday qildi ekan? Qur'on o'qisi bo'ldi ekan. Yani bedeni maynat ulab qolgan odam Qur'on o'qiy oladi. Bunu o'qiy oladi, bu junub emas demakchi. Shunga o'xshash ishlarni qila oladi ekan. Bu bir qarashgan. Vaqila yani bir qarashda huwa tahirun lianna al-ma'a la yasiru musta'malan illa ba'da al-infisal. Ma bir qarashda ashkishimi pakiz. Nima uchun esa bu suv tag'i maynat bo'lmadi. Qachon maynat bo'ldi desa, bedanga tegib bedandan to'liq ajragan bo'lsa maynat bo'ldi. Biz yuqorida dedik-ku ve yasir mustamalan idan fasala anil udu degan. Şu bedandan ayrılgan vaqtida, bedandan chiqib ketgan chaqda undan maynat bo'libdi. Bu suda bedanga tegirlik holatda, bunda chaplashib turgan holatda tag bedandan ayrilmadi. Quduqdan chiqsa su bedandan ayriladi. Quduq chunki su maynat bo'ldi, beden ana paksib qoldi. Şeytan sudan şartlarda su paksib sumayda qoldi. Chiqilgan su adam paksib qoldi. Quduqdan chiqqaniga su bedandan ayrilmaysa Hazır mavamda şu kuduktaki altın diye o'xshaydi. Kuduktaki altın nima şu holatda? Ya o kishi pakiz. Mashiga. Lekin suvdan ayrilsa, u odam pakizala chiqib ketgan bo'ldi. Ha? Pakizala chiqib ketdi, suv maynat holat qoldi demakchi. Va ala hada law tawadda'a muhdithun lit-tabarrudi yasiru al-ma'u musta'malan khilafan li Muhammad. Ana Muhammad rahimahullah niyat bo'lsa unda mustamal bo'ldi su. İbadetini niyat qilib ishlatsa unda su maynat bo'ldi degan ekan. Ya'ni salqindash uchun, ta'at yo'q odam bir salqindash uchun ta'atgan bo'lsa, bu kishidan ajrab tushgan suv ishlatilgan suv bo'ldi. Nima boshqa imomning qarashida. Lekin Muhammadning qarashida ishlatilgan suv bo'lmaydi. İmam Muhammed niyat olmagan ekan ishlatilgan suv demaymiz demakchi. Ha, suv pakiz demakchi. Adam pakiz bo'lgan bo'ldi. Yani taharatsizligi ketgan bo'ldi. Summal ma'ul musta'malu tahirun ghayru tahurin inda Muhammad. Yani İmam Muhammad bu ishlatilgan suv ibodatni niyat qilib ishlatdi deyli. Shunda ishlatgan suv ma'ul musta'mal bo'lgan. Yani buni hukmi nima esa? Tahirun o'zi pakiz, tahirun g'ayru tahur. Boshqa narsadan pokizlanmaydi demakchi. O'zi pakiz boshqa pokizlanmaydi. Masalan, sutni aytaymiz, sut o'zi pakiz, lekin tartasi bilan bo'lmaydi. Shunga o'xshash unda ikkiga ayiribdi. Masalan, birisi tartag'an suv desak, biraylan ibodat niyat qilib tartildi. Yuzqonni yug'an bo'lsa, bu sud bir maynatki yo'q aslida. Yani birisi qo'liga changallab ilib qo'yib qo'yganda bir suv bedanga tegdi, pakiz yerga tegdi. Yuzi
qo'li ilib imkon bo'lsa, bu bir qatim ishlatilgan bo'g'achqa o'zi pokiz, bunga maylilik yo'q. Masalan, shu suv badanga chachrab ketsa, kiyimga chachrab ketib qolsa, uni tozalash kerak emas. Yuvish ketmaydi. Lekin ikkinchi qatim biraylan tartila olamda olmaydi. Ya'ni ikkinchi bir shaxsning tarasizligini yo'qotmaydi deydi. Niyetdan suvni o'zgarib qolmaydi. Ya, İmam Muhammadning nazarida niyat bilan bu ishlatilgan suv aylanadi. Ve huwa rivayetuhu an Abi Hanife. İmam Abu Hanife'den Muhammed şunday rivayet qilgan. Demek bu İmam Abu Hanife ve Muhammed'nin qarışı. Tahirun gayru tahur degan. O'zi pokiz, lekin boshqalarning tahiratilishiga yaramaydi demoqchi. Va ixtiyoru aktharul mashayix. Mashayixlarning ko'p qismi mushqarashni tanlagan, mushqarashni tutib mangan. Mashayix deganni biz Hanifi mazhabga atalg'u dedik. Kimlarni ko'rsatdi? Yani birisi o'tirasi yurgan. Ha, chiqilmasi bor. İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhiga shogird bo'lib boqmagan. Masalan, shogirdning shogirdi va navri shogirdlarni ko'rsatsa, yani bir qarashda shu O'rta Osiyodagi shu 3-chi, 4-chi, 5-chi asrlarda yashagan Hanifi mazhab ulamolarni ko'rsatdi. Lianna sahabata kanu yatabadaruna ila wudu'i Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fayamsahuna bihi wujuhahum. Chunki sahabe kiramlar buni dalilini ekan, mushi sayyidistik kelsa Rasulullah sallallohu alayhi vasallam tarit ag'ı vaqtida sahabe kiramlar Rasulullah tarixda ishlatgan suvni talishdi deydi. Yatabadarun degan oldirab shuni yuguribdi deydi. Fayamsahuna bihi wujuhahum. Ash suvlan tarit ag'an suvlan, yani tarixda ishlatib bo'lgan demakmi-da? Bir qatim yuz qo'lini yuvgan suvni talishib elib badallarga surkaytdi. Aslida Sahih Buxoriyda kelsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarit ag'ı vaqtida kanu yaqtatiluna ala wudu'ihi deb kelgan. Men alaman deb bir-biridan urushlar bo'lib ketdi degan mubolag'anda. Yani bir rivayette thumma tawadda'a fa sharibtu min fadli wudu'ihi. Ani tarit ag'amda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki tarit ag'ın suyini içib qolgandan ichdim dedi. Yani bir rivayette tawadda'a fecalan nasu yetemassahuna bi wudu'ihi. Tarit suyini kishilar o'ziga surkashga boshladi. Mushadisdan anlaşılır yüzü parkız eken tarihte su yarmaydı degan shu. Endi hozir mushadisda ikki xil ehtimollik bor. Shu, yani mazhab deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishlatib bo'lgan, masalan, yuzni yuvib bo'lgan bir suv, bir dasqa ya bir yer tushgan bo'lsa, shuni qo'lda ilib, qo'lni namdab o'ziga suvgan ahvol bormi? Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tartilib, cho'g'inda, iriqda ishib qolgan suvni talishib, shuni ichib va badaniga suvga ahvol bormi? Ikki xil ehtimol bor. Va bir hadisda min fadli wudu'ihi dedi. Wudu degan tartilgan suv. Tartilgan suyning ishib qolgani degandek ma'no keldi. Bundan birinchi ehtimollik tarit aqlab ishib qolgan pokizda hech qanday ishlatmagan suvni talishib ilib olibdi degan ma'noda. Bu chog'i suv pokiz, hech qanday ishlatgan ahvol yo'q. Ikkinchi ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tartilib badanni yuvib, badanni oqqan suvni olibdi degan ma'noda. Yani bu ikkinchi ehtimolda desak, yani bu mazhabga shu dalil bo'ldi. Birinchi ehtimolda dalil bo'lmaydi. Chunki birinchi ehtimolda ishlatilmagan suv bo'ldi. Qanday bo'lmasin bu bir ehtimollik dalilimi. Valam yamna'hum an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni to'smagan ekan, bu ashsuning meynat bo'lib ketmaganligini ko'rsatdi. Walau kana najisan lamana'ahum. Navada meynat bo'lib qolgan bo'lsa, bu suvni talashmanlar yoki unda badanini tekkizmanlar meynat bo'lib ketdi deb to'sqan bo'ladi. Kama mana'al hajjama min shurbi damihi. Xuddi qanab qo'ygan kishini qanimni ichmagan deb to'sqanga o'xshashdi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanini haqida kelgan rivoyatlar ojiz. Masalan, Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuning yana boshqa qanab qo'yganlarning qanni ichib to'kib desa, qanni ichkitib keyin qachini ko'tarib chigan. Qanday qildan qanni ishlatgan o'xshamasa desa, ishlatgan.
degan. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuga qonni bergan vaqtida sirtqa chiqib, ish o'tib, ishigan, undan sen ishga o'xshamamsa degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qinini buraya to'kib o'tganman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir parchasi menda bo'lsin dedim degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaylun minka lil arab va vaylun lil arabi minka degan. Yani sen Araplarni boş qo'ymaysan, Araplarni seni boş qo'ymaydi. Bu rivayet aciz. Lekin agar say bo'lgan taqdirda shu keyingi voqeada Hazrat Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'zini 5-xalifa e'lon qilib, Makkada urush qilib, izr kunlarga uchragan. Bu yerda qanab qo'ygan kishini qinini ichishdan to'sqandek, tarif olgan suvni ishlatishdan to'sqan bo'ladi deydi. وروى الحسن ibn Ziyad degan shu İmam Abu Hanifa'ning 4-shagirdi imomda rivoyat qildi, annahu najisun najasa mughallada. Bu taritag'an suv degan, ya'ni taritilib badandan tushgan, taritga ishlatib bo'lgan suv degan, bu ig'ir darajalik najosat degan qarash rivoyat qilindi. لأنه أزال النجاسة الحكمية فصار كما إذا أزال الحقيقية. Çünkü tartışılışda işletken su degan ma'naviy najosatni, ma'naviy maynachilikni tozalgan bo'ldi. Undan keyin bu xuddi haqiqiy bir najosatni tozalgandek. Balki bu taxa haqiqiy najosatdan ig'ir. Ma'naviy najosat haqiqiy najosatdan ig'ir. Nima uchun degan chaqda haqiqiy najosat bo'lib qolamiz. Jonning ichidek chikitdek bir ozgina miqdorda najosat bo'lib qolsa, bu afu qilindi. Lekin badanni yuvishda masalan az bir yerga suv tegmay qolsa-mu, bu g'usla hisob bo'lmay qoladi. Undan keyin buning ig'ir demakchi. Mush qarashga asosan. Va bal awla li'anna an-najasata al-hukmiyata aghladu hatta la yu'fa 'an al-qalil minha. Masalan, yungan chaqda kichikkin bir yer suv tegmay qolsa, afu qilmaydi. Lekin haqiqiy najosat bo'lib qolsa, tengichilik ya tugmichilik miqdorda bo'lsa, afu qilib ketadi. وعند أبي يوسف وهو روايته عن أبي حنيفة bu İmam Abu Hanifa'dan kelgan 3-xil qarash. Abu Yusuf rivoyat qildi أن نجاسته خفيفة لمكان الاختلاف. Bunda har xil talash-tartish bo'lgan, ixtilof bo'lgan masala bo'lg'achqa, buning maynatligi yengil darajalik bo'ldi. وقال زفر إن كان المستعمل محدثا فكما قال محمد. İmam Zufar ibn al-Huzayl, İmam Abu Hanifa'nın şagirdi, bu debdi, eğer tartağın kişi tart yo'qlab qolgan bo'lsa, tart yo'q holatda ishlatgan bo'lsa, tart edish uchun ishlatibdi. Bunda ahvolda Muhammad degandek ishlatilib bo'lgan suv bo'ladi demakchi. Tahirun g'ayr mutahhir. Va in kana tahiran fa huwa tahur. Tahir degan, shunday Muhammad degandek tahir. Lekin buni tahir desak, bu chuqum yani boshqa narsani tozalay oladigan bo'lish kerak. Bu pokiz emasmi, o'zi pokiz. Bu pokiz narsa boshqa narsani pokizlay olish kerak, boshqadan tahir olish kerak demak. Li'annahu lam yuzil an-najasata falam yataghayyar wasfuhu. Chunki bu aniq bir maynat narsani tozalagan ahvol yo'q. Ma'naviy tarixsizlikni yo'qotgan bo'lgan ekan, o'zini pokizlagan ekan, buning hech qanday bir tarkibida maynachilik bo'lmagan ekan, uning pokizlik sifati o'zgarmay, tahir holatda turaverdi demak. Demak, bu Hanafi mazhabining ichida mana shu masalada 4-5 xil qarash bo'lib ketdi. Qala va kullu ihabin dubiga faqat tahur. Ihab degan ashlanmagan teri. Ashlanmagan har qanday teri ashlanib qolsa pokiz bo'lib ketadi. لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. Aşu hadisinin ibaresi. O Sahih Müslim'deki hadis. Aşlansa den dubغ. Dibag degan aşlash. Qala illa jildal adami li karamatihi. Yani bundan mustasna qilgan terilar odamiy zotning terisi. Nima uchunsa li karamatihi. Uni izzati bo'lganlik uchun. İzzeti bo'lganlik uchun fayahrumu al-intifa'u bi shay'in min ajza'ihi. İnsanning terisidan har qanday bir parchani ishlatish
haram buludu. Lima fihi minel ihane. Bu terini işletsek insanı ihanet kıygan bulunmaz. Allah Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem hep izlediğim bu ağaçta biz onu terisini işiltip, yerini kesip ya ki bazılar terisini satılgan bulup gizligan buluşu mümkün. Bazılar o terisi köyüp kalıp mesela teri günçöş operasyası bulunmaz. Dekin şu bir bedenden bir yaga erişim mümkün. Mesela pütüden ya yotusunu elip yüzlük çaplaydıgan. وَإِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ yana müstesna kılıngan bir narsa çoşkunun terisi لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ çünkü çoşkununki üze meynet narsadır. قال تعالى فَإِنَّهُ رِسٌ Allah Teala şu ayette Suretul An'am'daki ayette قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِسٌ فَإِنَّهُ رِسٌ dedi. O meynet yemanda. Ve huve akrabul mezkurat. Tılığı elingan üç narsininki ris degan sözge en yakını şu deydi. Yani çoşqa. Mesela şu ayette meyte demel masfuh akkan qarni demekçi andın çoşqan til qaldı. Üç narsin til qaldı. Yani فَإِنَّهُ degan damir akrab mezkurga qaytıdı desek çoşqa qaytıdı. Eğer hemmi qaytırsak, aşına hemmisi meynat gen buldu. Lekin çoşqalan qaytırsak, bu çoşqa necis gen buldu. Fayusrafu ilayhi. Şoňalan aşı çoşqaga qaytıdı. Çoşqa qaytırıldı şu damir. Yani bu meselede İmam Ebu Hanife çoşqalan adami zatının terisini müstesna kılıyordu. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bu işki qetildi, lekin işnimi tazlanmaydı dep qaraydı. Böyle Türkiye'ye yolladı. Böyle Türkiye'nin şunu tabi. Kelp diyen söz aşıdan özü çıkardı. Ondan sonra aşına böyle Türkiye'nin terisini kiyim giyiyor. Hanefi mezhepte hadi bu içkininki müstesna. Onun başka teriler aşlısı pakiz oldu diyendikken iştinin, Türkiye'nin terileri mi pakiz oldu? Yani Hanefi mezhepte iştinin terisi aşlansa pakiz oldu. Şu iştinin terisi de ya tizlik ya bellik taqvalı galiba sıkıldı da. Buldu demek yani pakiz demek. Demek hazır bombaydı degine fakat terilan bombaydı. İşninki buludu qatada. Vel filu kel khinziri inde Muhammedin pil İmam Muhammed'in nazarında şu çoşquğa oxşaş. Bu mu necis bunun terisi mi aşlısı mı pakiz olmaydı demek. Ve indahuma yani İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf şeyhan yuntefa'u bihi ve yethuru bizzekati. Bunun terisinden faydalanışkı buludu ve boğuzlaş arkalık bu terisini pakiz buldu. Boğuzlaş. Zeka degan müşahede şer'i boğuzlaş. Ve yethuru bizzekati degan mesela aşında hayvanların terisini pil ya yulvas bunun terisini biz şu hayvanı boğuzlap lan terisine ya koyduk ya birisini saat koysak bu teri pakiz değil. Boğuzlaş terisini pakizlaş üçün. Boğuzlu ahvalda terisi pakiz buldu. Eğer boğuzluk ahvalda terisini açlığında anının pakiz oldu. Lakin bu boğuzlaş terisi pakiz ulaş üçün. Ve an Muhammedin İza aslaha masarine meytetin İmam Muhammed'in kelgen qaraşda ölüp qalğan bir hayvanın şeylerini, masarin degan şeyleri, masir, musran yoki masarin şeylerini bir xil ishlab chiqarsin, aslaha degan unda tayyorlab bir xil ishlasa, aw dabagal masanata yoki do'saqning terisini, shu pardasini deydi unda, ashlasa tahurat pakiz bo'ladi. Hatta yuttakhadu minha al-awtar. Pakiz bo'lgan ekan, undan tar yasash mumkin deydi. Jeb mesela ya tana mesela ya doktorluk işletilgan, tikish işletilgan jibtek mesela. Başında bir narsani yasash mumkin deydi. Hozir operatsiyada tikish işletilgan jibtek narsani balki shunda şeydek yoki shunda bir narsada yasalgan bo'lishi mumkin.
وَمَا طَهُرَ بِالدِّبَاغِ يَدْخُرُ بِالزَّكَاتِ Aşlaş arqılıq pakizlanğan tere, aşlaş arqılıq pakizlanğan tere, şu iki nərsinin terisinin başqa həmmini aşlaş arqılıq pakizlandi dedik biz. Aşı nərsilər boğuzlaş arqılıq mı pakiz buldu? Mesela boğuzumu doq, üzü ülep qalğan hayvanı var. Çoşqıdan insandan başqa bütün hayvanın terisini ülep qalğan bolsa biz soyab başlasak pakiz buldu. Lekin tirik hayat bir hayvan bolsa, mesela yolvas, bunu biz ekilib boğuzladık. Boğuzlagan bolsa, bunun terisi başlamagan halatdan pakiz. Farq şu. Li'annaha tuzilu rutubati keddibaq. Çünkü şer'i boğuzlaş degan aşlaşqa o'xshashlam meynat nimlikni tozlaydi dedi. Boğuzlagan chaqda terining o'zi pakiz bo'ldi demakchi. Bir şer'i boğulmay adette boğulap koyuyor böyle. Onun yanından aşısını buluyordu şuna mı? Aşlasımı aşlaş bilan pakiz bo'ldi. Lekin tirik hayvon bo'lsa, boğuzlasa, boğuzlash bilan pakiz bo'ldi. Demak, pakizlashning ikki xil yo'li bor. Agar hayvon tirik bo'lsa, boğuzlash orqali terisi pakiz bo'ldi. Agar o'lib qolgan hayvon bo'lsa, ashlash orqali terisi pakiz bo'ldi. Şer'i boğulurken aşlap koysa olmaydı. Ha, shunga o'xshash. Lekin o'g'lab qolsa, o'g'nimi o'g'lash usulida o'tsa, uni shar'iy zakat hisoblanadi. Mesela eti. Ve dibag, ashlash degan nimadan iborat? An yukhrijahu min hadd al-fasadi, sawa'un kana bit-turabi aw bish-shamsi aw ghayrihima. Uni shu buzuqliq holati yoki meynatlik holatidan chiqarib o'tadisa, shu ashlash bo'ldi. Qanday bir ish bo'lsa, terini meynatlik ya puraydigan yoki shuna meynat holatidan pokizlik holatiga yetkazadigan narsa ashlash bo'ldi. Sawa'un kana bit-turab, terini ashlash to'pi bilan bo'lishi mumkin. To'pig'ini jiq suykab milab ayna qilib yurib pokizlashi mumkin. Aw bish-shams yoki oftobda quritib tozalash mumkin. Yoki bundan boshqa har xil dorilar bilan, tuz bilan ashlash mumkin. Yani to'pi bilan va oftobda qo'yib pokizlashmi Shafiy mazhabda pokizlanmaydi deb qaraydi. Hanafiy mazhabda pokizlaydi deydi. Qala va sha'rul maytati va 'azmuha tahirun. Endi bir hayvon o'lib qoldi. O'lib qolgankin buningki mo'ylari va 'azmuha ustixonlari, so'ngak. Bu pokiz hisoblanadi. Yani hayata la tahulluha. Çünkü u odatda hayotga kirmaydigan narsalar. Hatta la tata'allamu bi qat'iha. Undan keyin unda hayot yo'q desak, un kesimi ağrımaydı. فَلَا يَحُلُّهَا الْمَوْتُ وَهُوَ الْمُنَجِّسُ. Undan keyin meynat qiladigan narsa mitese ölemdi. Asli tirik vaqtida pokiz hisoblanadi. Mesela qo'yning jo'nini tutsaqmi pokiz bo'l. Asli pokiz. Lekin o'lgan chaqda mehnat oldi desak, shu o'lam bilan mehnat qilayotgan. Undan لأن الحياة لا تحلها لا تحلهما deymiz. وكذلك العصب عصب degan pay والحافر حافر degan tuyoq. Mesela at, keçe degandek hayvonlarning tuyoqlari. والخف degan asli o'tak degan bo'ldi. Lekin ma'vo ba'zi hayvonlar mesela tugining putlari masalan shundalam desadigan putlar bor. Unda tuyoqqa o'xshamaydigan. Shunda tuyoqning deydi. Tapini. Tugining tapini masalan. Faqat tuyg'ular qolgan. Köpeğin tugiga qarildi. Hayvanlar Hayvonlarningki a'zolari bor. Va zilf. Zilf degan bunda och tuyoq. Masalan qo'yning och tuyoqligi, och tuyoqlar yoki tuvoqlar. Val qarnun muz, va suf yung, val vabaru bu motivat degan degandek. Yani suf degan so'z bilan vabarni ikkiga ayirish mumkin. Qo'yni olsa sofni ishlatib, tugininki kelganda vabarni ishlatib, tugining jo'nini biz jo'n deymiz endi. O'chkininkini tevtaymiz, buni irchi shar deydi. Demak, qo'yninkini sof dedi. Tugininkini vabar dedi, o'chkininkini shar deydi.
Ve riş. Riş degan bu pay. Bu qushlarda bo'ldi. Asab degan pay. Asab degan badandagi masalan tortishadigan tasmadek bir narsa. Mesela peyni kesyapti deymiz o. Peyni kesyapti desemaydi. Bu aşna mezmut üzüp ketmaydigan ağamchidek bir tasmandı bu. Pay deymiz uni. Pay deymiz. Endi bu qushlarning pay degan bu bunda qatezgan qilinbatı burunqa. Shunda payda. Wassin chish. Wal minqar tumshqi. Qushlarning tumshqi. Wal mikhlab degan shu qushlarningki biz qamallab tutgan shuni deymiz, tirnoq, panjisi yoki changili. Lima zakarna biz yuqorida bayon qilganga asosan, ya'ni bunda bir hayot yo'q deydi. Hayot bo'lmadiki, bunda o'lim degan narsa kelmaydi bunga, kasimi og'rimaydigan narsalar, undaqniki bu pokiza holatda deydi. ولقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها bunun jonları, tivetleri ve moylardan biz sizge işletilen kiyim-kechak, öysaymallar qilpadoq, uzun muddat ishlatisizlar degan bu oyat. Oyatda dedi: "Vallohu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Alloh taolo sizlarning uylaringlarni orom oladigan joy qiladi dedi. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا Şarpaylarının terilerden uy qiladi. Yani bu qizning çedirlerdek şu teriden yasalgan çediri uylayapti buni. Shunda uyini qiladi deydi. Buyut degan shu çedir uyini ko'rsatdi. Tastakhiffunaha yawma da'mikum ve yawma iqamatikum. Sizlar masalan bir yer ko'chab borsanglar yoki muqim turayotgan holatda buni kiysanglar, jun kiyimni yoki teri kiyimni kiysanglar, yengil tuyuldi, ig'ir tuyulmaydi deydi. Ham issiq. Yana va min aswafiha va awbariha va ash'ariha. Ashayvallarning junlari, tivitlari va mo'ylardan sizga uy saymallari, ishlatilgan narsa kerakligini qilpadoq. Va mata'an ila hin. Yani buni hali uzun muddat ishlatisizlar, ba'zida avloddan avlod qilishi mumkin. Demak, bu hozir Alloh taolo shunday narsani qilpadoq deb imtinon qilayotgan, ne'matni sanayotgan bir ahvol. İmtanna biha alayna. Bizga manda narsani qilpadoq deb imtinon qilyapti. Min g'ayri faslin. O'shada dalil bo'lgan joyi shu. Min g'ayri faslin. Ma'lum unda qilpadoq, lekin ma boshqa unda ishlatib deb ayrimida hammana bir tutash kelgan ekan, ishlatilgan narsa bo'lgan ekan bu pokiz narsa hisobida. Yani bir vaziyatning dalil qilmoqchi bo'lgan shu. Lekin boshqa deyish mumkin, nima qilpadim degan shu ishlataversin degan bo'lmaydi, buni tozalab ishlatsan degan bo'ldi deyish mumkin. Mushbirat degan hammasini aslida Alloh qolgan yo'llarni ketmi yoki? An'am degan shu biz go'shtini yeydigan, qurbonlik qilish qaraydigan hayvonlarni ko'rsin. Tuga, qo'y, echki, kala. Mushbirat sha'ul maytat degan narsa Alloh hayvonlarni ko'rsin shundan. Hozir Alloh hayvondan. Lekin ash yuqoridagi inson bilan cho'chqidan boshqaning mo'ylarini, ustixonlarini ko'rsatdi. Lekin endi ma oyat tiksa aswaf va awbarni tilg'og'ini shu bo'g'izlasa qurbonlik qildigan hayvonlar haqida kelgan. Tuga, qo'y, echki, kala degandek. لأن الحياة لا تحلها yoki la tahulluhuma desak bo'ladi. Chunki u naslda hayotlik yo'q aslida. Unda hayotlik bo'lmagan ekan, uni o'ldi degan bo'lmaydi. Yani meyit to'kmada bo'lmaydi demoqchi. Chunki o'lash degan hayotlik bor narsa kelgan narsa. Aslida o'lashdan burun shakl bo'lmagan bo'lsa bo'lmasdan. Ne shakl bo'ldi? Mesela o'lashdan burun qo'yning joni qirqib ishlasa bo'ldi. Odamdan boshqa bo'lmasa Mesela başka narsalarni ishlasa bo'ldi demoqchi. Başka narsalarda shunda jon bo'lsa, shunda tuk bo'lsa, mo'y bo'lsa, o'sha ishlasa bo'ldi demoqchi. Cho'shqidan boshqa narsa. Bu tuyoq turgan deyiladi. Ishlatadi. Chunki undan bir narsa yasash mumkin, dori ishlatish mumkin. Hozir insonning tirnog'ini ochib setib olsa, dori yasaymizda.
Mesela bıçakta işletiyorlar şu. Bunu öz mesela şundan aslında. Doğrugerlikte işletiş mümkün. Zibüzünletki işletiş mümkün. Ne bana ısınmalısı bulur yemeğe açmışım. He? Buldum. Ve şa'rul insani ve azmuhu tahirun. İnsanın çeçi ve üstkalları pakiz. Ve sahihu. Muşo doğru qarash şu. Hanefi mazhabdagi doğru qarash muşo. Yani başka bir qarash var. O doğru qarash emas. Yani meynat degan qarash doğru qarash emas. Pakiz degan qarash şu doğru. İlla ennehu la yecuzul intifa'u bihi lima bayyana. Bu pakiz. Nima uchun pakizsi buningda qon yo'q demak şey masalan. Bu pakiz lekin ishlatgil bo'lmaydi dedik. Yani pakiz deb turib nima uchun ishlatgil bo'lmaydi desa biz yuqorida buning sababini bayon qildik. Bu inson izzatlik maxluq bo'lg'achqa uning chashlarini, usqonlarini ishlatsak, bu chog'da buni xarlagan bo'lib qolamiz demoqchi. Amma al-khinziru fa jami'u ajza'ihi najisatun lima marra. Yani çoşkunun bütün bedeni hemen narselere haram. Biz bunu yukarıda bayan kılıp öttük. Fe innehu rizsun geçke üze haram narsi bu. Ve an Muhammedin enne şa'rahu tahir. İmam Muhammed'in bunun muyi pakiz gen qarash geldi. Hatta hallal intifa'u bihi. Yani muşun muyunu adette işletilganlığı var. Şu çağıldığımı işletitken. İşletişalarlığı mana bu andiken bu pakizken deb turibdi İmam Muhammed. Ve cevabuhu yani İmam Muhammed'ga bizden bir daha rediyayimiz. Ennehu rukhisa lil kharrazina lil hajati daruratan. Kharrazin degan majan tizdiganlar. Majanni shunda üzülüp ketmaydigan puxta bir jipga o'tkazib sotadigan bo'lg'achqa şu çağdaki başka jiplarga o'tkazsa üzülüp ketadigan bo'lg'achqa shu majan tizdiganlarga mush zarurat bo'lib qolg'achqa ruxsat qilingan bo'lmasa bu pokiz emas demoqchi. Xaraz degan tosh majalini ko'rsatadi. Kahrivoda emas masalan. Qosh tashi bo'lishi mumkin. Har xil toshni tizib o'tkazsa xaraz bo'ldi. Adem'in çeşi mesela kuvvetlerle bazılarının yakayıp çarşını canlığı sildik kullanıyor. Hatta işletilen var. Onda olsa mucizetten çarşını sesi sesi bulmaydı. Bu pakiz bozma bu insanını ticaret objekti kılması bulmaydı. Ve tavarı süpürge aylandırması bulmaydı. Şu sebepten olarak insanın seçim bulaş üstünün seçişlerinin olması kapalı sebepten mi? Yani yasaş ihtimal antrenörü seçilmeler. Ya insanın bedendeki o bir narsani setib tijorat qiladigan, pul aylantiradigan qilib bo'lmaydi. Lekin u chach ulashga, chach yasashga ishlatilishi u qo'shimcha narsa. U bir xil haromlikni ko'rsatadi. Chunki cheklangan bir ishga ishlatilgan bo'lg'achqa, uni yordam berganlik, shuni yo'lini ichib o'tganlik. Uni tashlatamiz. Tashlasa. Masalan, qachiga, uni buni tegishli qilib olganda onu tegisi bo'lmaydi deydi ulamalar. Çünkü tegishning o'zi bir xil setish. Çünkü setish degan mubodala, almashtirishdan iborat. Faslun. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وقع في البئر نجاسة bir quduqqa meynat narsin bir tushib ketib qoldi. فأخرجت ثم نزحت طهرت. Meynat narsin biz tushib ketibdi, buni ilib quduqdan. İliyotgandan suvning hammani tortib chiqarib o'tdik. Meynat bo'lib ketgan suvni tortib to'kib o'tdik hammani. Tahurat. Shundan pokiz bo'lib ketdi. Quduq pokiz hamda keyin suv chiqib qolsa ishlatsak bo'ldi. Val qiyasu alla tatfur. Aslida biz o'zimiz qilayotgan qoida bo'yicha qiyos qilsak, bu quduq pokizlanmasi kerak. Nima uchun? Su necis oldu. Suni tatib alsak, bu su tekken aşu quduqning tigi lay aşuning meynat oldu. Su qaytib chiqib qolsa, yani shu meynat layning ustiga chiqqanlik yana meynat bo'lishi kerak deydi.
لأنه إذا تنجس الماء çünkü su mayna to'lab ketib qolsa tanajjasat tin suvning ostidagi laymo mayna to'lab ketadi فإذا نزح الماء suvni tortib ilvasak baqiyat tin najisan lay yana mayna tortilib qoladi فكلما نبع الماء نجسه shu yangi chiqqan suv chiqqan sari mayna bo'laverdi deydi yani shu lay yangi chiqqan suvni mayna qilib o'tadi lakinna khalafna al-qiyas bi ijma' as-salaf lekin biz salaf ulamolarimiz sahabe kiramlar ijmo' qilgan bo'lg'achqa biz o'zimiz tutmagan qiyosni cho'rvatdik deydi va ma ruya anhum min al-athar ghayru ma'qul al-ma'na nima uchun degan chog'da sahabe kiramlardan rivoyat qilingan qarashlar athar deganimiz shu bu biz buni bunda aqlimiz bilan tushunib ketgili olmaydigan illatini tushunib bo'lolmaydigan qarashlardir. Undan keyin dinda mushunda buyuribdi ekan, biz buni kallimizdan o'tmasimi, bosh ustiga deb qabul qilgan ibodat xarakterlik ko'rsatmalar deb qabul qildik demoqchi. Hanafi mazhabninki asarga tandiganligining dalili bu. Masalan, aqlni ishlatib bilan hadis ya rivoyat kelib qolsa uni cho'ritib o'zining kallasiga ra'y bo'yicha mana madrasat ra'y degan gap bor-ku. Bu yerda uni o'zining qarab kelgan qiyosini cho'ritib sahoba kiramlardan kelgan qarashni tutdi. فالظاهر أنهم قالوه سماعا ashab kiramlardan ashuna qarash kelgan ekan biz qanday tushundik sahoba kiramlar cho'qim ash qarashni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglab degan bo'lish kerak. Bo'lmasa o'zining kallasidan unda bekitib olmaydi. Chunki bu manchilik sultat va sparks bo'ldi. Masalan, chashqanchisi yigimchilik, to'qchisi qirqchilik degandek bir xil bekitish bo'lgan ekan. Bu bekitishni cho'qim Rasululloh bekitib bermagan bo'lsa, sahoba kiramlar o'z yenidan bekitib olmaydi. Undan keyin bu Rasulullohdan kelgan hukmkan deb bosh ustiga deb qabul qildik deydi. وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها ما لم يكثره الناظر. فلوات جن شل بيا والله. فلوات شل بيا والله ديكي سايلقلا ديكي قدقلاغا برناس شكتب قاسا قندا ناسا من البعر بعر ديجن تغنينكي تزكي بعيرنينكي تزكي عربيان سزواغو البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العليم الخبير يعني. البعر بو تغنن تزكي والروث بو متزك لكن أطنينك مثلا وباشقنا أسلنا تزكينا كيستطان والأخفاء أخفاء diyamım şu kalını mesela. Şimdi hayvanların tizeklerini gösterdim. Bu tizeklerin türleri değil mi şu üç nesini? Muşunda nesler çul bayavalladaki kuduklar çıkıdıklarsa la yuneccisuha bunu meynet kılıp etemeydi o. Ma lem yukthirun nadı. Fakat lan da karagan kişi o bekçikken bu meynet olup ketken o şeydi depkan mesela cıhkıyor mesela o kuduklardaki suyunu meynet kılıp etemeydi. لأن آبار الفلوات بغير حاجز. Çünkü bu çöl bayalardaki kuduklar onun tuzku yok. Bunda etrafında fakat tam su koymaydı yani. Tüp yerden tuz dedi. والدواب تبعر حولها. Ular şarpayla etrafına tizeklaydı. والرياح تلقيها فيها. Şamallar ay tizeklerini, mayaklarını kudukka çürütüdü. فكان في القليل ضرورة دون الكثير. Lakin az bo'lib qolsa bundan saqlanib olmaydigan zarurat bo'lib qoldi. Lekin ko'p bo'lib qolsa bu chog'da ishlatmaslik lozim. Endi az bilan ko'pning o'lchimi qanday chek-chegirasini ma'lumsa va hadduhu an ya'khudha rub'a wajhi al-ma'i an Muhammad. Muhammad şu quduqning suyining yüzününki 4'ten 1'de leylab yurgan bo'lsa, bütün qaplab ketgan bo'lsa bu ko'p. 4'ten 1'i
kaplagan bolsa köp bulap. 4'ten 1'den az olsa az oldu depdi. Ve qila thuluthu. Yani bir qarashda 3'ten 1'i. Ve qila la yaqlu dalwun min shay'in minhu. Yani bir qarashda qachon köp bo'ladi desa, eğer bir chilek suv tassak, birer taldan tizek chiqadigan bo'lib qolsa, bu bek köp deymiz deydi. Vel muhtaru ma zakarahu fil kitab. Lekin bu masalada qarashlar köp bo'lg'achqa biz Hanifi mazhabda tanlaydigan qarash el kitobda bayon qilgan qarash shu dedi. El kitob qaysi kitobda? Muhtasarul Quduri. İmam Quduri bu Hijriya 428-yil vafot bo'lgan. Muhtasarul Quduri yozgan, yani At-Tajrid degan selishtirma fiqhida kitob yozgan. Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far al-Quduri Abul Husayn. Yani şu kitapta İmam Quduri az köpni qanday ayırmaydi desa, ve hu en yestekthirun nadir. Bunda qaragan kishi voy bek jihkan bu deb qalsa köp bo'ldi. Azgan desa az oldu demekçi. Ve huvel merviyu an sahibil mezheb. Muş mezhebning egisi bo'lgan İmam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit radıyallahu ta'ala anhu'dan kelgan qarash mushudir. Mezhebning egisi bunda bekitgan. Mesela şu meselesini kölçekning cho'ngshikki degandek masalalarda bizda İmam Abu Hanifa bunday masalalarda shuning duch kelib qolgan kishi o'zi mo'lcherlab ish tutdi degan. Keyin O'rta Osiyo ulamolari buni ko'limini belgilab 10 gaz deb qo'ydi. Yani bular aş imamning qarashini avomga qulaylashtirib berdi demakchi. Her kishi buni mo'lcherlab to'g'risini uqolmaydi. Shunga avom haqilib qolsa, biz shuni manchi gaz deb belgilab berdi. Niyadimi? 4'ten 1'i, 3'ten 1'i, her çilekte birden tizek çıkılan bolsa andın köp buludu deyişe, şu adet kişilerge kolaylaştırıp birimiz dep belgilep bakka yeri. وَالرَّطْبُ وَالْيَابِسُ وَالصَّحِيحُ وَالْمُنْكَسِرُ سَوَاءٌ. Tizeknin nem haltı boğalları, kurup kağalları, çuğulmay saktuğalları, ya ki izilip ketken, parçalanıp ketkenleri olsun, hemimizi okşar. Li'umumil belva. Çünkü bu umum kişiler saklanıp bulanmaydigan mesele bu. Umumil belva degan söz to'liq uchraydi. Hammadan bundan qechlanmaydigan, saqlanmaydigan, davomli duch kelib turgan masala demakchi. Ve abarul amsar kezalik. Şehirlerdeki quduqlarmi o'xshash. Çünkü şehirlerdeki quduqlarga mana ihtiyoç var. Yani ona bunda bir to'saq qilib, girvak yasab, ya fakat tam yasab qo'ygan bo'lsa, chuk ketmasligi mumkin. Ya unda to'saq yasamasa, tizak narsalar chuk ketishi mumkin. Wa qila yu'tabaru ma zakarna min ad-durura. Yani bir qarashda yaqa zarurat dairasi bilan bulduqlanmaydi. Yani cho'llardagi quduqlarda zarurat bor, uni saqlanib bo'lmaydi, lekin shaharlarda saqlanish mumkin degan qarash. Ve khur'ul hamami vel usfuri la yufsiduha. Kaptanın, quchqashning mayqi deydi. La yufsiduha. Ay quduq tiki suvga tushib ketib qolsa, quduqning ustidan ushib ketib birib mayaqlatishi mumkin. Shu quduq tushib ketib qolsa, quduqdagi suvni maynat qilib o'tmaydi. Li'annahu laysa binajisin ala ma ya'ti inshaalloh taala. Chunki biz buni yuqorida bayon qilamiz. Bu qushqoch, kaptar, bularninki mayoqlari maynat emas deydi. Müşerrici olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.